chin haqiqatdan, chin nimadan eee, tug'iladida she'r. She'r o'zi baland joyda tug'iladi. Nimaga bunchalik to'lqinlandim desam, biz yer sathidan judayam balandga chiqib ketdik. O'sha qoyalar shunchalik eskalatorda chiqqanimizda qoyalar pastimizda qoldida, bulutlar pastimizda. Rosa balandlikka chiqqandan keyin shoirga balandga chiqib turish kerak ekan. Shoirni o'ldiradigan narsa mana shu ikir-chikir pastlikda. Mana bu ikir-chikirlar. Ayniqsa mana bu yer sathidan pastdagi narsalar, g'iybatlar, haligi ko'rolmasliklar, mish-mishlar, bu narsalar bor-ku. Hammasi yer tagida turadida. Bu yerdan chiqadigan narsalar. O'sha pastga tushgandan keyin odam shoir shoir bo'lmay qoladi. Shoirni ruhi doim balandda turishi kerak.